Foliyaviy kislota yoki boshqacha nomi metilfolat. Bu aynan homiladorlar uchun nimaga kerak? Agar bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. Ko'pchilik homilador ayollar homiladorlik bo'yicha poliklinikasiga uchayotga turmagunicha hech qanday vitaminlarni ichmaydi va qanday vitaminlarni ichishi bilishmaydi. Bu asli to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Keling bu haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda ko'plab tug'ilgan farzandlar ichida nevrologik muammolar juda ham ko'p uchramoqda. Bu nima bilan bog'liq bo'lgan deb o'ylaysiz? Aslida vitaminlarni, aynan foliyaviy kislotani homiladorlik vaqtida emas, homiladorlikdan 3 oy avval ichish kerak. Foliyaviy kislota sizda homiladorlik vaqtida homilaning tug'ma nuqsonlarini, aynan nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan nuqsonlarni oldini olish mumkin. Foliyaviy kislotani men sizlarga o'zini, lekin eng aktiv turi, ya'ni metilfolatni ichishni tavsiya qilaman va homiladorlikni birinchi 3 oyligida juda ham foydasi bor va kerakli vitamin hisoblanadi. Chunki foliyaviy kislota nafaqat nuqsonlarni oldini oladi, balkim sizda kamqonlikni oldini olish mumkin hamda ortiqcha vazn yig'maslikka ham yordam berishi mumkin. Bundan tashqari esa nafaqat ayollar, ya'ni homiladorlikni rejalashtirayotgan juftliklar, ya'ni erkaklar ham ichish kerak. Siz esa foliyaviy kislotani qachon va qancha muddatda ichgansiz va qaysi turini? Albatta izohlarda yozib qoldiring.